oxirgi yillarda viloyatimiz hududida milliardlab dollarga teng loyihalar amalga oshirdi. Qorovulbozor tumanida umumiy quvvati 500 megavat quyosh elektr stansiyasi yoki G'ijduvon, Peshku tumanlarida har birida 500 megavatli shamol elektr stansiyalari, Olot tumanida 250 megavatli quyosh elektr stansiyalari, neft ximiya sohasiga mo'ljallangan loyihalarni amalga oshirilgani va bu davom etayotganligi, shuningdek Buxoro sanoatni rivojlantirish parkini tashkil etilganligi, albatta bu bayram arafasida yana o'nlab obyektlarni foydalanishga topshirilishi bu Buxoro viloyatida hurmatli prezidentimizning islohotlarini samaradorligi natijasi. Buxoro viloyat aholisi ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi 80% dan oshyapti yoki maktabgacha ta'lim 90% dan oshyapti. Yo'llar qurilishi, ko'priklarning ta'mirlanishi bu sohadagi islohotlarning natijasi. Yangi aeroport qurilishi, yangi O'zbekiston bog'ini barpo etilishi, yangi O'zbekiston massivi, 5 yulduzli mehmonxonalarning qurilishi, xalqaro avtomobil yo'llarining qurilishi, bu kabi o'nlab yirik loyihalar bugungi kunda islohotlarning samarasi, natijasi deyishimiz mumkin. Yirik obyektlarni foydalanishga topshirish marosimida ham butun xalqimiz kabi barcha buxoroliklar katta bir shodiyona bilan kutib olishmoqda. Tuyga tuyona degandek muhtaram prezidentimizning topshiriqlariga ko'ra buxorolik 22 ta fuqarolarimiz davlat mukofotlariga sazovor bo'lishdi. 2000 dan ortiq fuqarolarimiz ko'krak nishonlari sohiblari bo'lishdi. Buxoro viloyatida muhtaram prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan barcha vazifalar o'z vaqtida bajariladi.